Assalomu alaykum parvozlar. Sizlarga hozir 5-6 ta jo'jalarimizni video qilib beramiz. E'tibor bilan kuzataverasizlar. Qaysi oyda jo'jasi bu ki? Mayli bosh. Mayli bosh chiqqan jo'ja. Otasi qaysi? Jalolnagidan olingan. Ha, yapon, ha? Qizil yapon xo'roz bilan Ko'rmak o'zimizdagi azilmak yo'llar bo'llardan. Mayskimda bellarini ko'rsa, kiyimlar ko'rma, YouTube'ga yuklaymiz-da chunki. Qizil samarroq svetda mana bu. Narxi qanaqa buniki? 700 mingga berib beramiz. 700 ming so'm ekan. Keyingisini ko'rsatamiz. Mana qoranish qo'zlariga bu qop-qora jo'ja mana pelyotkalari ham o'zgacha tumshuq, mana papugay tumshuq. Yonboshdan tumshug'ini ko'rsataylik, va papugay tumshuq. Kallalari o'zgacha qop-qora, begona pari yo'q, mana tim qora. Bu ham o'sha mayda bosh chiqqan, ha? Hamtan akalas. Ich qo'zlariga buni ham beriladi. Narxi qancha buni? Bu ham 700 mingga berib beramiz. 700 mingga beriladi. Telefon nomeri qo'yib qo'yamiz. O'sha nomerga murojaat qilib, bo'ladigan narxlarni aytyapmiz. Haliga vaqtimizni olmaylik bir-birimizni deb. Va yonboshdan ko'rsatmayjani. Hamma yeri yaxshi, joyida sog'lom. Mana parvozlar ikkovi jup holatda. Mana boyagi qizili, bu o'sha papugay tumshuq qop-qorasi. Ko'rlaringa tumshuq kalta, juda boshqacha chiqqan. Buni otasi 5,5 kilolik xo'roz. Bular yosh hali, mana oyoqlar sap-sariq. Boshqacha chiqqan. 700 mingdan bo'ladigan narxi. Nomer qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Qolgan jo'jalarni ko'rsatamiz. Ertagilari ham bor. Parvozlar mana bunisi fevralda bosh chiqqan bular. Yirik, bo'ylari uzun. Jo'ja 4 kilo 705 kilo bo'ladigan jo'jalar. Hozir tilovga kiribdi o'sha mana xo'rospar chiqarish patlari titilib, siqlab qolibdi, siqlashga ketdi. Dumlari ham to'kilibdi. Kallalarni ko'rsatdi. Baqirtirdi. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Tagi zoti bor. Telegramdan aloqaga chiqsalar, otasini o'zini shunday holatlari bor. Bardovoy o'ta toza tulak qo'shgan bo'lganmiz. Onasi shu bedanapar makiyon bo'lgan, o'zimizda azil makiyonlardan. Zot olib yurilgan ishonchli qo'llardan. Jo'ja juda hamma joyga kelgan jo'ja. Narxi qancha buni do'stlarimiz? 1,5 millionga berib beramiz. 1,5 million so'mga berilar ekan. Hozirgi holati ham 4 kilo bor, a? 4 kilo holatda. Fevralda bosh chiqqan. Hozir keyingisini ko'rsatamiz. Mana parvozlar keyingi jo'jamiz navbatdagisi. Bu olachani o'g'li, o'zimizdagi o'sha tanachi 1,5 mingga sotilgan olachani o'g'li. Oyoqlarini ham tortib olib turibdi, o'zi boshqacha turibdi jo'ja. Urushqoq chiqqan. Stoykalari ham hozir yerda yurgan holatida ko'rdim, juda tikka. Bu ham shu fevralda bosh chiqqan. Bu ham shu 4 kilo atrof hozirgi holati. Endi bular qaqahlatmaydi. Yerda yurgan holatini ko'rdim, stoykalari vobshe zo'r. Ishqibozlar aloqaga chiqinglar. Buni ham narxi 1,5 million beramiz. 1,5 millionga beradi. Bo'ladigan narxlarni aytyapti. Mana parvozlar navbatdagisi, bunisi shu yoshligida boshi ochilib kal bo'lib qolgan. Zotga nasl qolsa ham bo'ladi. Toza bardovoy rang. Belini sal ko'rsatib baqirtirmang. Toza bardovoy rang bo'ldi. Narxi qancha buni? 1 millionga berib beramiz. Bo'ldi. Mana fevralda bosh chiqqan partiyadan eng yirik polvonlaridan bu ham o'sha 5 kilo 300 da o'ynagan olachamiz, tanachini bolasi 1,5 mingga sotilgan. Buni o'rtoqlar to'shida ozroq suv yig'ilgan, chunki gavda katta qattiq joyga yotganda to'shiga suv yig'ilib qolgan, bu voyaga yetib to'shlariga olganda so'rilib ketadi. Meni ko'p sinovimdan o'tgan bu narsa.
Ishqibozlarga mana bu ham beriladi. Nech pul buni bahasi? Buni ham 1,5 millionga beraveramiz. 1,5 million so'm. 5 kilodan kam bo'lmaydi. O'ta yirik oyoqlari ham uzun jo'ja mana. Mana bu oxirgisi parvozlar shu galani ichida bitta ottilib chiqqani bo'ladi. Ana shu ottilib chiqqani otasiga kopiya chiqqani mana shu bo'ladi. Otasi mana shuni o'zi bo'lgan. Yirikligi ham zo'r, 5 kilo bo'ladi jo'ja. Oyoqlari, hamma yeri, qomatlari ham kelgan. Hozir yerga qo'yib yuborib ham oxirida ko'rsatamiz. Mana jo'jani holati idealni. 4 kilo holatda hozir. 5 kilo bo'ladi. Zo'rni boqib, tarbiyalab o'ynayman degan, pulini qizig'i yo'q degan ishqibozlarimizga mana shu jo'jamiz ham beriladi. Buni bahosi lekin balandroq. $300 ozroq kelishiladi. Hammasi holatiga qarab narxi. Yerga qo'yib yuborguncha sekin stekerlarni ham ko'rsatib qo'yaylik. Jo'jani hamma yeri kelgan, hamma yeri joyida. Idealni gavdalar.